Assalomu alaykum barchangizga. Yaltironimizni YouTube kuzatuvchilari. Ko'rib turganingiz quyosh panelidan maxsus shotka bo'ladi. Hozir o'zlarimizni skafdagi panellarni yuvib, bir qator ustini tozalab turibmiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Nechik effektivna yuvib turibdi shotka. Quyosh paneldagi changlar, qushlarning sichqani vaqt o'tib yengilib, şeyler yomon bo'lib qoladi. Hozir yana bir qator yuvdik. Hammasi ajoyib bo'lib, top-toza bo'lib chiqdi, qaranglar. Agar siz ham quyosh paneli bo'ladigan bo'lsa, uyingizda 2 haftadan bir, yoki 10 kundan, 15 kundan qolasangiz, bir oydan o'zingizning vaqtingizga qarab Şimdi buradan shotka olib qo'ysangiz, yuvib turishni maslahat beramiz. Bu albatta sizni quyosh panelingizni generatsiyasini pasaymasligini olib keladi. Agar usti chang bo'ladigan bo'lsa, albatta sezilarli darajada quyosh paneli generatsiyasi pasayadi. Yuvib turadigan bo'lsangiz, generatsiya ham yaxshi bo'ladi. Shundagina siz yaxshi pul ishlasangiz, daromad ko'rsangiz bo'ladi bundan. Bu shotkamiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, shu quyosh panelini yuvish uchun maxsus shotka bo'ladi. Batareykada ishlaydigan variantlar ham bor. Sumkachasida batareykada qasdan o'zining batareykasini ishlataveradi. Bu ko'rib turganingiz aynan batareykada ishlaydigan varianti. Uzunluğuna keladigan bo'lsak, har xil variantlari bor. Buni 3,5, 5,5, 7,5 metrlik bo'lgan variantlari bor. Bazı 3,5 metr bo'ladi. Shu 2 dona soединениyadan ochib uzaytirsangiz bo'ladi. Har kimning paneli har xil yerda joylashgan. To есть 2 qator, 3 qator panel bo'ladigan bo'lsam, ochib turib 5,5 metrlik, 7,5 metrlikni o'zingizning quyosh panelingizni yuvish uchun qo'llasangiz ham bo'ladi. Yana bir zo'r yeri, biznes qilsangiz ham bo'ladi buning orqasidan. Oddiy mashinada bir damasni olib qo'yib, ichine bachok qo'yib, toza distirlangan suvni ulab, shuni batareykali variantini olasizdan. Quyosh paneli yuvib bersangiz ham, menimcha yozda zo'r ketadigan biznes bo'ladi. Yan tarafda ulanib turibdi. Bu yandan aynan suv kelgan pastda. Suv kelgan. Bu yerda sumkada batareykasi bor. Şimdi batareykasi yana bu yerda pul chatirli bo'ladi, o'chirib yoqib ishlataverasiz. Effektini qarang, zo'r chiqibdi. Har xil trapcha, latta yoki bo'lmasam karcherlarda har xil suv urib, jala naforli suv urgandan ko'ra, o'zining shunday maxsus shotkalardan foydalanib yuvgan ma'qul. Ko'pchilik bilsangizlar, ustidan suv o'tirib, suv oqizib qo'yadi, yuvadi deb. Bu ham dimam to'g'ri variant emas, chunki panelning ustidan suv yoradigan bo'lsa, o'zi umuman yomg'iradigan bo'lsam, kelib turib suv o'sha yerda g'irdina diqilib qoladi inlattirib. Keyin shu yerlar loy bo'lib beradi, chang o'tirgandan keyin. Bu suv oqizish tamom to'g'ri usul emas. Nab suvni qo'ydirgandan ko'ra, nasos qo'yib, uni shuncha shlanka tortgandan ko'ra, shunday bir dona shotka olsangiz, effekti yaxshiroq. Bu shotkalarimizning narxi bilaman, sizga qiziq. Variantlari ko'p bo'lgani uchun aniq narxlarini bilmayman, pastda aloqa raqam qoldiraman. Bog'lanib turib so'rasangiz, necha metrligi kerak, sizga nechi kerak? Ya'ni 220 tokda ishlaydigan kerakmi yoki batareykali varianti kerakmi? Yoki da boshqa xil variantlar ham bor. Bularni ham hozir videolarini qo'yib o'taman. Qaysidan kerak bo'lgan bo'lsa, albatta aloqa raqamlarimizga bog'lanasiz. Mahsulotga albatta garantiya beramiz.
o'zingiz rezultatni ko'rsangiz bo'ladi. Ichi chotga chiqib turibdi. Kanalga toza bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Videoning tagida talab takliflar bo'lgan bo'lsa, kommentariya yozib keting. Agar video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa siz uchun like bosishni unutmaysiz.